Hammaga xayrli kun. Bugun magazinga chiqdim, Mantiqigani. Oshqovoqqa kirsam, bir narsa ko'rib qoldim sizlarga. Yaxshi pasta. 150 ming ekan bu yerda. Men zakaz qilgan joyda 200 mingdan oshiq edi. Va yana dubayskiy shokoladni ham ko'rib qoldim. Ko'rsanglar hayron qolasizlar. 45 ming ekan tegi. Makrodan ham arzon sotyapsizlarmi deb hazillashib kulib qo'ydim. Yo'q narsani o'zi yo'q. Mana shokoladlarni qaranglar, antika. Mana o'zi temirlik idish. Shunaqa qilib bozorliklarni qo'yib, uyga qarab yo'l oldim. Ismaloqlarni yuvib, chiroyli qilib 3 martadan tuzli suvlarda chayqab oldim. Keyin onam bilan birga oshqovoq o'rgadik. Kessak shunaqa sap-sariq ajoyib rang chiqdi, oqroq. Rangi yoqmadi, lekin menga maslahat. Lekin sotuvchi boshqasini olishni tavsiya qilganda men quloq solmasdan uni chiroyiga qarab aldanib olyapman. Shu oshqovoq chiroyli chiqadi deb. Shunaqa qilib go'shtlarni ham olib to'g'rab, go'shtli qiyma ham qildik. Oshqovoq, ko'k, ziravorlarni sepib, shunaqa qilib maydalab, ziralarni maydalab. Lekin shunaqa shirin chiqibdi. Ayniqsa ismaloq juda shirin chiqibdi. Ismaloqda qasi yetmaydi to'g'risi. Go'sht ham unchalik shirin bo'lmaydi ekan. Shunaqa qilib yog'larini quyib, qiymalarni qilib oldim. Oshqovoqqa shuncha shakar sepsak ham, ziravorlar sepsam ham unchalik mazali chiqmadi to'g'risi. Qani? Qanaqa bo'ldi? Chiroyli bo'lib qoldi deb qo'y. Qani? Ko'raylik-chi. Chiroyli bo'lib qoldi. Ana. O'g'llar bo'lyapsiz-ku. Kating qani? Kating yo'q-ku? Zo'r qoldi. Go'sht to'g'raganinglarda soya va uksus qo'shib yuborsanglar, go'shtlarni yumshatib beradi va mazasini shirin qilib beradi. Shunaqa qilib Montqosqonda olib chiqqan podvalga tushib ketdim. Istadim biroz, topa olmadim narsa ko'pligidan. Va oxiri topib, olib chiqib, suvni quyib, o'tni yoqib, albatta Montqosqonni bir qator yuvib yuborib, suv quyib qo'yib qo'ydim o'tga. Keyin onam bilan manti chugishni boshladik. Tez-tez chugib oldik. Tez-tez deganlarim 1 soat vaqt ketib qoldi. Montqosqonga solib, o'tga qo'yguncha. O'tga qo'yib uyga kirib ketdim. Kirib rahbariyatdan topshiriq qo'ygan ekan. Meni yo'q deb, mavjud emas, ro'yxatda emas deydi. Ro'yxatda o'ting deydi. Oxiri o'tdim. Bir narsa qilib inspeksiya bir narsalar ekan. Orada YouTube'ga olib qoldim. Shunaqa idishcha ko'rib qoldim bitta opani. Narxiga qiziqib internetga qarardim. 11 million 88 ming ekan. To'g'risi og'zim ochilib qoldi. Shunaqa qilib montalarni ham yuvib oldik. Idish yuvish o'zimga qoldi. Qizim qiynalmasin deb o'zim yuvib qo'ydim. Cholay bo'lsa, idishlarimiz papanay bosib qolishi mumkin. Shuning uchun yaxshilab o'zim issiq suvda yuvib oldim. Bir pasta montini yeb, idishlarni yuvib, уже tugatdim. Kunam yarim bo'ldi. Soat 2 уже mana montaj qilyapman. Allohga shukr, yarim kunimiz o'tdi. Bugun kunga ham nihoyasiga yetkazay deb qoldik. Endi hozir kechki ovqatga o'rinish kerak deb o'ylanib o'tiribman. Axir bugun mont qildik-ku. Kechqurungi ovqatni unaqa qilish shart emas dedim. Shunaqa qilib ko'pirtirib yuvishni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham internetda ham juda yaxshi ko'rdim. Shu pushti pink gel bor ekan. Narxiga qiziqdim, ancha qimmat ekan. Shunaqa qilib, xayr, kuninglar yaxshi o'tsin.